Men qayga olib kelmay kirmayman buni. Yangi uyimga olib keldim. Birodaka qo'y, nima qilasan birodaka? O'zimniki, iching kuyib o'lsin deb olib keldim. Ko'r meni uyimni. Menlar ham yaxshi chiqmabdi. Meni nima qilamiz? Bu-chi nima bola bu? Bu televizor zona bu. Bu hafta men qara hammaga o'xshab oddiy yasha. Yangiobodga kirsam 75 mingga televizor pastavka beradi. Prosta 3 oy ishlatilgan bular xolos. Keyin yonida bitta o'rsam aka jinipu televizor sotar. O'shandan olib kelib, qo'y bizda qalak kuydirib o'ldirasam. Buni jinip uyini qo'ygan. Bu yerda yotoqxona, oshxona mebel, garderoblar qildirganman. Qizdirgan yo'q unaqa deb eldamaga. Sen bor men qara, bunaqa qilishga qurbon yetmasdi. Ani sen yaqinda bizim mahallamizda FSTRK'dan 110 ming dollar pul yo'qoldi. Ani o'g'irlagan sana. Men ketdim to'g'risi. 102 ga telefon qilib tezroq qamal qutulay sendan. Buni qaynatam qilib berdi. Bularkanu ichki yo'q. Aka toyim sizlarda ham mana shunaqa ichki qoralar bormi? Bunaqa ichki qoralarni endi haqiqisiga kuydirib, yondirib, jinnixonaga jo'natadigan payt yetib keldi akalar. Akalar ko'rib turgan oshxona mebellaring, to'g'risini aytganda, shunaqa ham sifatiga javob aka. Tashqarisi akril bo'ladi, ichkarilari MDF bo'ladi. Bu oshxona mebelimizda liboy inson tushunadi. Mana bu ish doskalarimiz eng originaldan bo'ladi. Buni narxi qancha deyapsizmi? 2,5 milliondan 7,5 million so'mgadir bo'lar ekan. Hozirda biz O'zbekistonda yagona bo'lgan professional mebelchi akalarimizni yoniga kelganmiz. Akalar oshxona mebelimizni ko'rsatdik. Akalarimiz qilgan narsalarni ko'rsataman. Общий oxirida narxini aytib beraman. Maza qilasiz. Bu yerimizga xolodilnikni joylaymiz. Eng maza qiladigan joyimiz mana bularga juda ham sifatli qilib bergan ekan. Shuni kirasizda lüp etib ustuvashingizni ilib qo'yib, xotin choyni damlatib ketaverasiz akalar. Akalar, endigi vaziyatimiz to'g'risi haqiqiy ichki qoralarni yondirib kul qilib Mana nega bitta katta televizorni qo'yib qo'yasiz, bitta ichki qora o'rtag'ingizni o'tirgizdirasiz. Mana bu atmosferada bitta chiroyli yalla qo'shiqni qo'yib berganingizdaki, Allohu akbar bo'ladi. Endi haqiqiy joyiga yetib keldik, spalniyaga yetib keldik. Spalniyaga kirganimizda mana bu qaynatam turibdi-kan, sochini jingalab qo'ygan. Mana buni ko'ryapsizmi? Spalniyani ko'rib havas qildingizmi? Eng originallardan bo'ladi. Akatoyim, buni narxi общий ko'rib turgan narsangizni 2900 dollarga tushgan. Hozir siz akatoyim o'ylayapsiz, bu narsalar nimaga qimmat deyapsizmi? Sifatli narsa har doim qimmat bo'ladi. To'g'ri, bozorda 2,5 million, 3 million, mana bu ko'rib turgan divoningizga o'xshagan fasonda chiqarib turib 1,5 million so'm ham sotishi mumkin. Akatoyim, siz unaqa narsalarga ishonib qolmang. Bu ko'rib turgan mebellarimiz hammasi sifatli bo'ladi. Eng toza mahsulotlardan ishlatilgan bo'ladi. Sizga ham mana shunaqa sifatli mebellar xizmati kerak bo'lsa, akalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Janob Jo'xan nomidan chiqdim desangiz, zo'rlab skidka qilib beradi. Akalar hammalaringga oldindan rahmat. Pastki nomerlarni qo'yib qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin.